Dog'larni qaysi faslda davolash samarali? Zo'r savol berdingiz. Bu meni og'riqli nuqtam. Chunki bahor faslida meni judayam ko'p mijozlarim pul bilan kelishadi. Nargiz opa, dog'larimni ketkazib bering deb. Lekin kech, bahorda va yozda dog' bilan ishlashni foydasi yo'q. Bu juda qiyin ham qimmat bo'ladi qizlar. Bu samarasiz, foydasi yo'q. Chunki bahorning quyoshi teriga judayam qattiq ta'sir qiladi va dog'lar yanada kuchayadi. Nima uchun aynan bahorda dog'larni davolatmoqchi bo'lishadi? Chunki ular qishga oqargandek bo'lishadi. Oqardim deb o'ylashadi. Bahorda esa bizning quyoshimiz judayam terida qattiq ta'sir qilgani uchun dog'lar yanada kuchayib ko'rinib boshlaydi. Va o'sha vaqtda talvasaga tushib kelishni boshlashadi. Dog'larni faqat kuz va qish faslida samarali davolash mumkin. Hozir esa aynan kuz fasli va dog'lar bilan ishlashni ayni vaqti. Agar siz hozir kuz faslida dog'lar bilan kurashishni boshlasangiz, bahorda dog'siz, chiroyli, ishonchli bo'lib chiqasiz.